لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alloh subhanahu va taoloning fazli bilan Tavhid bu jannat yo'lidir kitobidan dars boshlagandik. Har bir musulmon kishi va muslima ayol hayotida uzrsiz bilishlik kerak bo'lgan 3 asosiy mavzu. Kishi o'zini Robbisini uni yo'qdan bor qilgan, mana bu hayotga olib kelgan, eshituvchi, ko'ruvchi qilib qo'ygan hamda boshqa odamlarga nisbatan mana bizni alhamdulillahki musulmon ahldan qilib qo'ygan, musulmon diyorlarda, musulmonlari ko'proq bo'lgan diyorlarda yaratgan Robbisini tanishlik, dinini dalillar bilan tanishlik hamda uchinchisi mana o'ziga jo'natilgan payg'ambarni tanishlik haqidagi 3 ta asosiy mavzuda hamma bilishlik kerak. Bugungi darsligimiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tanishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tanishlik ham 3 qismdan iborat ekan. Shaxsiy hayotlariga tanishlik, nasab va oilalarini o'rganishlik, sunnatlarini, hadislarini, amaliy qilgan ishlarini o'rganishlik hamda sahobalarning tarixini o'rganishlik shu 3 qismga bo'linar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mehribon ota, mehribon bobo, 8 ta yoki 9 ta ayolga eng adolatli jihad maydonida qo'mondon, halimlikda odamlarga namuna. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini oilalariga bir qanchalik darajada mehribon bo'lishligi, sahobalarga bir mehribon bo'lishligi va Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida Odam alayhisalomga aytdiki, seni oxirgi tug'iladigan farzanding ismi Davud bo'ladi dedi. Qiyomatda eng shu oxirgi tug'ilgan kishining ismi Davud deylik ismini, shuni hadisga muvofiq. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomatgacha keladigan ummatlarga ham bir dastur amal tashlab ketgan kishini tanishlik. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni umri hozirgi bizni umrimiz bilan o'rtada 1400 yil tafovut qiladigan bo'lsa ham, lekin u kishi olib kelgan yo'l boqiydir. U kishi 1400 yil oldin ham bir hadisni aytgan bo'lsa, bir ajr bo'ladi deyotgan bo'lsa, shuni hozirgi zamonda qilishlik, shu ajr balki undan ham shu sahobalar qilgandan ko'ra ham ko'proq ajr olishlik, shu bir narsani gunoh deyotgan bo'lsa, shu narsa gunoh deb bilishlik va musulmon odam bu kishini tanishlikdan maqsad nima desa, biz dars qilib o'tdikki, bir tasavvur qiling degan bir darsda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'qqisdan seni uyingga bir tashrif buyurib qoldi. Men tashlab ketgan ummat uyda qanday ahvolda yashayapti ekan deb bir tekshirib kelib qolsa, meni ummatim deyishlikka arzirlik nimalar bor? Nimalar bid'atlarga aylanib ketdi va Rasulullohning hayotidan nimalar qoldi? Bir odam qanday holatda bo'ladi shunday bo'lsa? Tekshirib kelib qolsa, shuni Rasulullohni tanishlik deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 1400 yil oldin o'tib ketgan bo'lsa ham, u kishini tashlab ketgan ummatning qatori u kishini hayotlarini hayotimizga olib kirishlik, u kishi yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'rishlik, yomon ko'rgan narsalarni yomon ko'rishlik, shu narsaga o'zimizni nima qilishlik, Rasulullohning hayotlariga o'zimizni solishlik, amallarida amal qilishlik, shaxsiy hayotlari, nasablari va oilalarini o'rganishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ham ayollari bor edi. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ham ayollarning o'rtasida insoniylik taraflama bo'lgan, ba'zi bir ayollar tarafidan bo'lgan ayolligi, ya'ni insoniylik qilib xatolar bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni shariat yo'li bilan isloh qilardi. Nasablari deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham bir otadan, bir onadan hayotga keldi. Bu kishi ham xuddi siz bilan bizga o'xshab bir oddiy odam bo'lib yashadi. Bir ilohiy bo'lib, ya'ni bu munkar bo'lgan gaplarki, Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomdan oldin ham Muhammad alayhisalomning ruhini yaratdi. Keyin bu ruhga qarab turuvdi, ruh uyalganligidan terlab ketuvdi. Shu teridan odamni va butun mahluqotlarni yaratayotgan so'zlar bu munkardir. Muhammad alayhisalom ham bir otadan, bir onadan tug'ilgan oddiy bir bashar edi. Rasululloh aytadilar, men ham bir oddiy bashar odamman dedi. Meni oldimga bir ikkitaylar bahslashib kelib qoladigan bo'lsalar, bittaylar gapga ustalik qilib, nohaq odam o'zini haq qilib ko'rsatadigan bo'lsa, men shu tarafga bir narsani aytib beradigan bo'lsam, shuni foydasi. Buni olmasin dedi.
Men bilmagan holatda shuni foydasiga aytib qo'ysam, jahannamdan bir o'tni yulib bergan bo'laman. Buni olmasin dedilar. Ya'ni Rasululloh ham oddiy odam edi. Ikkinchisi sunnatlarini, hadis va amallarni qilgan ishlarini o'rganishlik va sahobalarning tarixini o'rganishlik. Nima uchun sahobalarni o'rganamiz? Chunki Alloh subhanahu va taolo Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum zunubakum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar sizlar Allohni yaxshi ko'raman desanglar, menga ergashinglar deb buyuring deb aytdi. Menga ergashinglar, shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi, gunohinglarni kechiradi dedi. Shu sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashlikda o'rnak bo'ladigan kishi bo'lganligi uchun biz sahobalarni ham o'rganamiz. Bulardagi sunnatni o'rganamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bulardan qanday holatda rozi bo'ldi? Bularni bir o'rganamiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallam ibn Abdulloh, otalarining ismi Abdullohdir. Bobolari Abdul Muttalib ibn Hisham. Bu kishilarni bilishligimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda, yana qaytar aytamiz, onadan, otadan tug'ilgan degan e'tiqodda bo'lishligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam milodiy yil bor va hijriy bor, Hijriyda 63 yil, milodiyda 61 yosh bo'ladi. Ya'ni milodiy degani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam milodiy deganda Isa alayhisalom tug'ilgan kundan boshlab 571-milodda tug'ildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka da yurgandan keyin Madinaga hijrat qildi. Madinaga hijrat qilgandan keyin shu hijrat qilinishligi bilan hijriy sana boshlandi. Hozir mana 1446 hijriy yilda turibmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo kitob nozil qildi, vahiy nozil qildi. Ham rasul bo'ldi, hamda nabiy bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga birinchi Iqro surasini g'orda nozil qilganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rqib ketdi. Uyga yugurgilab, shu uyga qaytib kelib, shu meni o'rab qo'yinglar dedi. Shunda Alloh taolo yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ya ayyuhal muddassir qum fa'andir. Ey shu kiyimlarga o'ranib olgan kishi, turingda fa'andir, odamlarni ogohlantiring dedi. Shu kundan boshlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yotmadilar, dam olmadi. Charchab qoldim, odamlar qabul qilmas ekan, nahot o'zimni shu amakilarim qabul qilmas ekan deb afsuslab solib ketmadi. Balki turing dedi. Shu turib ogohlantirishda davom etdi. 23 yil davomida odamlarga namuna bo'ldi. Hamma taraflama. Ya ayyuhal muddassir qum fa'andir va robbaka fakabbir va thiyabaka fatahhir va rujsa fahjur. Ey kiyimlarga o'rab olgan kishi, turing, odamlarni ogohlantiring. Robbingizni buyuklang va thiyabaka fatahhir, kiyimlaringizni pok tuting va rujsa fahjur, but sanamlardan uzoq turing dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka da 10 yil yashadi. 10 yilda sahobalarni birorta bir amalga buyurmadi. 10-yil Alloh subhanahu va taolo farishta orqali o'zini huzuriga ko'tardi, 5 vaqt namozni farz qildi. Shundan oldin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ibrohim alayhisalomni o'qib yurgan namozni, ertalabda kechda bo'lgan namozni o'qirdilar. Undan boshqa bir namoz hali sahobalarga tushmagan edi. 3 yil Makka da namoz o'qidi. Ammo azon aytilinmasdi, takbir aytilinmasdi, masjid yo'q edi. Bir masjid yo'q ediki, shu masjid yo'q holatda ham namozlar o'qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir azon aytilinmasdi. Shu Makkada turib. Madinaga borgan kunlarda, ilk avval kunlarida azon mashru bo'ldi. Masjid qurildi. Shundan keyin sekin-sekin jihod, hijob, zakot, haj, bular hammasi birin-ketin odamlarga buyruq bo'lib tushdi. Bu narsalar nima uchun aytayapmiz? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelgan paytda insonlar shu darajada otalarini, bobolarini diniga aralashib ketgan ediki, endi bu tuzumdan ularni ajratib olishlik oson bo'lmas edi va u bir danaga ham bo'lmas edi. Hatto eng so'zlarni eng yaxshi aytadigan payg'ambar bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo 10 yilda odamlarga bir amalga buyurmay turdi. Shuning uchun hozir ham xuddi shunday. Farzandingiz 2 yoshdan boshlab yurishni boshlagan bo'lsa, u bir ichi bo'sh bir narsa, idishga o'xshaydi. 12 yosh yoki 13 yoshida 10 yil ichida u tamomiy shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham namoz 10 yil ichida sahobalarga buyruq bo'lmadimi? 12 yoki 13 ga kiruvchi farzandingizni ham
namoz o'qiyotgan paytingizda u namoziga qarab turadi. Azonni eshitadi. Qur'on o'qiyotgan bo'lsangiz, Qur'oningizni eshitadi. Shular bilan xuddi 10 yilda sahobalar tayyor bo'lganday farzandimiz ham 12 yoshga yetganda tamomiy tayyor bo'lishi kerak. Payg'ambar alayhisalom 7 yoshda farzandinglarga namozga buyuringlar dedi. 10 yoshda o'qimasa uringlar dedi. Mana Rasululloh o'zi ham sahobalarga 10 yil davomida namoz o'qitmadi, ya'ni ularga bir namoz farz bo'lmadi. Xuddi shuni misoliga o'xshaydi. Endi 12 yoshda yoki balog'at yoshiga 13 yosh yetadimi, 12 yoshda yetadimi, endi ularga Allohning shariatlari bo'yniga taklif bo'lib, mukallaf bo'ladi. Mukallaf yoshi yetadi bu odam. Shuning uchun farzandlarga 12 yoshda tayyor bo'lgan bo'lishi kerak. Bu odamni farzand bir odam, mana hozir ko'pchiligimizda o'g'il yoki qizlar bor. Shular balog'at yoshiga yetguncha Allohga shirksiz holatda ibodat qilishlikdi. Tavhid nima, shirk nima, islomning 5 ta asosi nima, iymonning 6 rukunlari nima, hammasini bilishlik kerak. Qur'on o'qishni o'rgatib qo'yishlik kerak. U tayyor bir mahsulot bo'lishi kerakki, Makka da turgan holatdan Madinaga o'tishligi bilan haj, roza, zakot bular hammasi mashru' bo'lganda sahobalar dovdirab qolmadimi? Xuddi bular ham hayotga shu siz agar yo'q bo'lib qoladigan bo'lsangiz ham shu Makka holatidan shirkka aralashgan jamiyatdan siz jamiyatda 12 yoshga, 13 yoshga chiquvchi farzandlarni Madina holatga olib qo'yishingiz kerak farzandlarni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo oyatda innaka mayyitun va innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati 'inda robbikum tahtasimun. Siz ham o'lasiz, odamlar ham o'ladi deb xabar bergan edi. So'ng Allohning huzurida hammanglar hozir bo'lasizlar dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, meni dunyo bilan nima ishim bor dedi. Ha? Mali dunyo dedi, ya'ni. Men dunyo bilan men nima aloqam bor dedi. Men bir yo'lda ketayotgan bir odam, musofir odam, bir daraxtni ostida biroz shu salqinda dam olib, yana yo'lda davom etib ketganda bir musofir kabiman dedi. Ya'ni u kishi ham shu da'vat qilayotgan bo'lsa, da'vatlarga qarshi chiqayotganlar yoki bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushunmayotgan bo'lsa, men o'zimni ustimdagi narsani qilishligim kerak, ertaga o'laman, bu ish mendan keyin soqit bo'ladi, bu boshqa kishilarga o'tadi deb tushunardi. Biz ham xuddi shunday. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashayotgan bo'lsak, amal qilib qolaylikki, juda ko'p yashamaymiz. Ya'ni yaqinda o'lamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot etdi. Dinlari boqiy qoldi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha saqlab qolishligini o'zi va'da qildi. Qur'oni Karimning dushmanlari ko'p bo'lishiga qaramasdan, bu kitob haligacha o'zgarishsiz holatda turibdi. Shuning uchun din buzilib ketdi, zamon buzilib ketdi deyotgan bo'lsangiz, din ham buzilib ketgani yo'q, zamon ham buzilib ketgani yo'q. Insonlar shu zamon, xuddi shu zamon Rasulullohning paytidagi quyosh, ana shu quyosh, Rasulullohning paytidagi oy, ana shu oy, Rasulullohning paytidagi sahobalar najotga erishgan bo'lsa, ana shu kitob, shu kitobida hozir ham Rasulullohning hadislari hozir ham turibdi. Faqat insonlar shu dinga amal qila olmasligi o'zlaridan bo'lyapti, ya'ni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bu dinimizda bo'lmagan narsani kim vujudga keltirgan bo'lsa, u marduddir, ya'ni qaytarilgandir. Bu narsa dinimizda yo'q deb ogohlantirdilar. Mo'min kishi iymonni da'vo qilgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu hadisini bilmaslikka hech ham uzr yo'q. Ya'ni bitta odam amallar qilib yuraversa, shunga ajr olaman deyotgan bo'lsa, bunga bir qiyomat kuni borib, sen ajr olmaysan deyotgan bo'lsa, sunnatga muvofiq bo'lmaganligi uchun. Unga bir bahonalar o'tmaydi deyapti, ya'ni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning risolatini inkor qilishlik kufrdir, insonni kofir qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning risolatini tasdiqlashlik iymon asoslaridandir. Kim u kishiga ta'na yetkizsa, ta'na qilsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu yerda shu kofirni kechirib yubordi desa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu yerda bekor sulh qildi desa kofir bo'ladi. Bugun havorijlik hamda murjiyalik shu darajada tarqayaptiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam af qilmagan odamlarni murjiyalar af qilib tashlayapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqqiga duo qilmagan odamlarni yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu odam jannati deb aytmagan odamlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sukut qilgan bir hadis bo'ladigan bo'lsa, Rasulullohning nomidan jannatga kirgizib yoki af qilib yuboryapti. Yoki havorijlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sulh tuzgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir o'rinda johilligidan
hali bir sahobalar bu haqida xabar yetmaganligidan bir ish amal bo'lgan bo'lsa, u sahobaga takfir bermagan bo'lsa, bu sahih hadislarda odamlar aqliga kirgizolmayapti. Bu hadis yo'q deyapti. Sahih Buxoriyda, Sahih Muslimda turibdi, Rasulullohda sahih roviylar bilan kelgan bo'lsa, bunda hadis yo'q deyapti masalan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ta'na yetkazishlik nima uchun bu narsani qilmadiykin deb ta'na yetkazgan odam kofir bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolo ya'ni osmondan turib meni adolatli qilib meni jo'natgan bo'lsa, menga ertamanda va kechda osmondan xabarlar kelib turgan bo'lsa, menga ishonmaysizlarmi dedi. Shu kishiga ta'na yetkazishlik bir narsani qilmagan bo'lsa yoki bir narsani qilganligining ustida ta'na yetkazgan narsa kofir bo'ladi. Sodiqligiga shubha qilgan odam, u ham bir odam-da endi, ha? deb aytganlik bilan sodiqligiga shubha qilgan bo'lsa kofir bo'ladi. U kishini omonatdorligini inkor qilgan odam kofir bo'ladi. U kishini pokligini inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Hozirgi kunda domlalar shu ahli sunna bo'lgan odamlar bilan bahs qilishlikka saroy mullalar deb ochiqla aytaylik. Saroy mullalari o'zlarining yo'llarini xato ekanligini, o'zlarining yurgan yo'llari zalolat ekanligini bildirmaslik uchun umuman payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'radigan odamlar bilan bahs qilyapti. Payg'ambar alayhisolamni 9 yasharlik Oyshaga bir ko'z olaytirgan, bu odam buzuqi bo'lgan deyotgan bir xudosiz dahriylar bilan bahs qilyaptiki, shularda alda ancha o'zini bir odamman mana men, ancha men yaxshiman deyotgan narsa bilan. Musulmon odam bunday bahsga o'tirishlik munkardir. Nima uchun munkar? Alloh subhanahu va taolo bunday majlislarda o'tirishlikni qaytaryapti. Agar shunday majlislarda o'tiradigan bo'lsangiz, siz ham shulardan bittasi bo'lasiz deyapti. Alloh subhanahu va taolo qaysi bir majlisda Allohning oyatlariga kofir bo'layotgan bo'lsa, ha? Va qad nazzala alaykum fil kitab, Alloh taolo o'zining kitobida nozil qildiki, an iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Allohning oyatlariga kofir bo'layotgan bir majlis bo'lsa, va yustahzau biha. Allohning oyatlari mazhara bo'layotgan bir majlis bo'lsa, fala taqudu mahum. U ana shu kufr bo'layotgan, mazhara bo'layotgan majlisda o'tirmang. Hatta yahudu fi hadisin g'ayri. To boshqa hadisga, boshqa bir oyatga yoki boshqa bir gapga o'tmaguncha. Innakum idzan mislukum. Agar shu o'tirsanglar, sizlar ham shulardansizlar deyapti. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sodiqlik ekanligiga, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam pok ekanligiga shubha qiladigan bir dahriylar bilan bahs qilinayotgan o'rinlarda o'tirilmaydi musulmon odamlar. Shu bahs qilgan bahslarda qarasangiz 500 ming, 600 ming odam shuni nima bo'ldi ekan deb, oxiri nima bilan tugadi ekan deydi. Payg'ambar alayhisolamga ishongan odam, Rasulullohni bir sodiqul amin deyotgan odam, bu dinsizlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday ekanligini eshitmaydi ya'ni. Boyagi bahs qilayotgan odam ham urinmaslik kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sodiq ekanligini Rasulullohga ishonmayotgan yoki Rasulullohni yomon ko'radigan bir dahriyda oldiga olib borib, Rasulullohning sha'nini bulg'amaslik kerak. U haqorat qilayotgan bo'lsa, qiyomat kuni javobini oladi deb aytishlik kerak. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir odam mazhara qiladigan bo'lsa, bu odam kofir bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam paytda yahudiylardan bo'lgan bir kishi Rasulullohni mazhara qildi. Ozor berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu odam menga aziyat beryapti. Shu odamga bir talabgor bormi dedi. Abu Maslama radhiyallohu anhu ha ya Rasululloh dedi. Shuni o'ldirishni xohlaysizmi dedi. Ha dedilar Rasululloh. Borib kechasida shu Abu Maslama o'zini sheriklar bilan borib mana bu yahudiyni o'ldirib keldi. Bugungi kunda ham kim payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mazhara qiladigan bo'lsa, butun ittifoq bilan o'ldiriladi. Yengil sanashlik yoki sahih hadislarni inkor qilib yoki ba'zi xabarlarni dajjol chiqishiga o'xshagan xabarlarda bu Qur'onda kelgan emas deb yolg'onga chiqaradigan bo'lsa, Imom Mahdi haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan bo'lsa, bu Qur'onda kelgan emas, dajjol haqida Qur'onda kelgan emas haqiqatan. Shularni Qur'onga bog'lanmagan xabarlar deb yengil sanashlik yoki inkor qilishlik bilan odam kofir bo'ladi. U kishiga ergashishlik nima uchun ergashiladi? Bid'atni tark etishlik va sunnatlarni ushlashlik bilan bo'ladi. Bir bid'at amal qilyapsiz ekan deyotgan bo'lsa, ha bu bid'at ekan deb boshqa bir bid'atga almashtirib qo'yishlik, u ergashishlik hisoblanmaydi. Bid'atni sunnatga almashtirishlik bilan bu kishiga ergashiladi. Va bid'at degan narsa bir inson bir amalni qilib Alloh subhanahu va taolo yoki Rasululloh bir ajr yoki gunoh bir va'da qilmagan bo'lsa, bir amalni qilib shuni dinga qo'shishlik kerak yoki diniylashtirib oladigan bo'lsa, mana bu narsa bid'atdir, bu zalolatdir va har bir zalolat esa jahannamdadir. Alloh taolo Qur'onda
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Sunnatda ergashlikda hech kimga rioya qilinmaydi. Bir farzand otadan oldin soqol qo'ysa bo'ladimi? Otadan oldin hajga borsa bo'ladimi? Onasidan oldin shunday qilsa bo'ladimi deyotgan bo'lsa, siz balog'at yoshiga yetgan kundan boshlab sizga har bir samodan, ya'ni Qur'on sunnatdan kelgan xabar unga ota-onangiz amal qilmayotgan bo'lsa, kechiktirayotgan bo'lsa, mahalla ko'yda bu hech bir ishni qiladigan odamlar bo'lmasa ham sizga vojib bo'laveradi. Odamlarni kechiktirishligi bilan bu iymonga kirishlikni bir navbatlashib kiriladigan narsa emas. Otangiz kirsin, otangizdan keyin onangiz kirsin, keyin katta opalaringiz yoki katta akalaringiz deyotgan narsa yo'q. Sunnatga ergashishlikda hech kimga rioya qilinmaydi. Urf-odatlar agar sunnatga teskari kelinadigan bo'lsa, chekiga suriladi. Ota-bobolar qilib kelgan ishlar muvofiq keladimi, muvofiq kelmaydimi, bunga ham qaralmaydi. Alloh tushirgan narsaga ergashinglar desa, mushriklarga, Makka mushriklar yo'q, biz dadalarimiz qilib kelgan ishga ergashamiz deyishardi. Mana bu bid'atning sabablaridandir. Ya'ni hozirgi kunda mushriklar yo'qdir, masalan shu Makka mushriklari. Lekin bir odamlarga sunnatga amal qilmaysizmi desa, dadalarimiz qilayotgan narsa yoki dadalarimiz aytmagan bo'lsa biz qilmaymiz deydi. Bid'atchi bo'lgan odamlar shu ishni yaxshi biladi-da, bir sunnatga targ'ib qilayotgan paytingizda to'xta deydi. Bir odam o'zi bid'atchi qarang. Hech sunnatga ergashmayapti. Uni ota-bobolari bid'at narsani qilib keladi. Lekin bitta ham odamni siz da'vat qilib, mana bu narsa sunnat, mana bu narsa bid'at. Mana bu narsa urf-odat, odamlar o'zlari o'ylab topgan narsa desa, bir bid'atchi aytadiki, siz da'vat qilayotgan odamni to'xta deydi. Seni daday adashganmi deydi. Yo'q. Meni dadam adashmagan desa, dadang ham shu ishni qilar deydi. Ya'ni bir odam dadasini adashgan deyishlikka endi qiynaladi. Shuning uchun bid'atchilar buni dalil olib keling deyotgan bo'lsangiz, dalilni mana shuncha eshonlar qilgan, shu kishilar qilgan, mahalla ko'y qilgan, shu narsa yo'q bo'lib ketadimi deydi-da. Biz to'g'ridan to'g'ri savol qilib, Allohning kitobida bormi? Rasululloh hayotda qilganmi? deb aytamiz. Yo'q deyotgan bo'lsa, uni Rasulullohdan keyin butun odamlar to'planib qilgan bo'lsa ham biz bu amalni qilmaymiz. Rasulullohning paytida nima ibodat bo'lgan bo'lsa, hozir ham shu narsa ibodat. Rasulullohning paytida nima ibodat bo'lmagan bo'lsa, hozir ham shu narsa ibodat emas deb aytamiz. Ya'ni dadamni adashlikka haqqi yo'q deb aytadi-da, yoki bir masalada hal qilayotgan bo'lsa, bu dadang adashganmi, adashmaganmi, buni bir chekkaga qo'yaylik-da, Alloh va Rasuli adashganmi unda deb aytishlik kerak. Shu dadang shu narsani amal deb qilayotgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmagan, Alloh kitobida ko'rsatmagan, dadang to'g'ri bo'lib, bular adashgan bo'ladimi deb aytishlik. Nauzubillah ya'ni. Shuning uchun Alloh va Rasuli tarafdan bir buyruq kelganda, boshqalar adashganmi yo'qmi, bu masalani qo'yaylik-da, Alloh va Rasulining buyrug'ini qilaylik. O'tgan ajdodlar adashgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mag'firat qilsin deb duo qilamiz. Ya'ni vallazina ja'u min ba'dihim yaquluna robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu robbana innaka raufur rahim. Alloh taolo aytdiki, so'ng bu ajdodlardan kelgan bir avlodlar keldida, ular aytishardiki, Parvardigoro oramizdan kimki iymon bilan o'tgan bo'lsa, ularni mag'firat qilgin. Qolgan kishilarni esa bir-birlarimizga nisbatan g'illig'ashlik qilmagan. Qalbimizda g'illig'ash bo'lmasin bir-birlarimizga nisbatan musulmonlarga. Robbana Parvardigoro innaka raufur rahim, sen rauf, g'ofur bo'lgan zotsan deb aytishlikni Alloh taolo buyuryapti. Otalarimiz agar ba'zi bir bid'at qilgan bo'lsa, lekin iymon bilan o'tgan bo'lsa, gunohlarini, kamchiliklarini kechirgin deb duo qilamiz, bo'ldi. Ular adashganda biz ham shularning yo'llarini tutib olmaslik kerak deyapti yani. Shaxsiy hayotlarini, nasablarini va oilalarini o'rganishlik haqida. Alloh subhanahu va taolo shu oyatda varrujza fahjur va la tamnun tastaktir va li robbika fasbir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo aytayaptiki, butlardan voz keching. Odamlarga nimaniki berayotgan bo'lsangiz, buni ko'p sanamang. Bergan narsalaringizni doim oz deb biling deb Alloh taolo aytadi. Va Robbingiz yo'lida sabr qiling. Albatta bu yo'l sabrsiz bo'lmaydi, musibatlarsiz bo'lmaydi. Jannatni kiraman deyotgan bo'lsangiz, jannatga ketayotganligingiz bilinishi uchun nafsingizga yoqmayotgan, toqat qila olmayotgan, yoki bir amal qilayotgan bo'lsangiz ham uni sabr bilan, qiyinchilik bilan qilayotgan bo'lsangiz, bilingki jannat yo'lidasiz. Nafsga yoqadigan bo'layotgan bo'lsa, bilingki bu Alloh saqlasin, jahannamda atrofida yuribman deb tushuning. Qora aytayaptiki, odamlar
molni yo'lida ham sabr qilishadi. Shu pulni olsam bo'ldi deb hamma xorlikka sabr qiladi. Haqiqatan shunday. Ko'p odamlar bir odamlarda gunohlarini, ma'siyatlarini ham tishiga qo'yib turgan bo'ladi. Nima uchun aytmayapsiz deyotgan bo'lsa, shu olasa berasamiz bor. Shuni olay, keyin o'zim bilaman deydi. Ya'ni biz darslarda ko'p aytdikki, aql insonni aqli, ya'ni islomga aloqasi bo'lmagan har bir aqlli odam savdo sotiqda bo'lsin, aql shunday narsaki, insonni muvaffaqiyatlariga zararsiz yo'l bilan olib borishlikni xohlaydi aql. Shu zarar yetib qolmasligi uchun, muvaffaqiyatga yetishlik yo'lida zarar yetmasligi uchun vaqtlarni kutib o'tkazaveradi. Hozir kim Qur'on sunnatni agar tushunmasdan aqliga suyanib olgan bo'lsa, hijrat qilmaysizmi desa, yaxshi joy topib olay, keyin hijrat qilaman deydi. Jihad qilmaysizmi desa, bu jihodchilar bir-biri bilan urushyapti. Ikkovi o'rtasini isloh qilib olsin, keyin qo'shilaman deydi. Bu odam Qur'on sunnatdan manba olmayapti u odam. U odam xuddi savdogarga o'xshaydi. Hozir dollar o'ynab turibdi, rubl o'ynab turibdi, shu bir nimaga kelsin, bir taftiga kelsin, keyin kirishaman deyotganda, ya'ni sizga umr berildi. Umr shu islom yo'li hamma zararsiz va muvaffaqiyatga yetadigan yo'llar zararsiz va tinch bilan yetib kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo butlardan, sanamlardan, mushriklardan chetlangandan keyin sabr ham qilding dedi. Ya'ni bu yo'lda kutib turishlik bilan bo'lmaydi. Albatta tavakkal bilan bo'ladi. Tavakkul bizni bir kun ham o'tkazmaydi, to'xtatmaydi, o'ylantirmaydi. Nimani haq deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Qur'on sunnatda hujjatingiz bo'lsa, shuni aniq qilishlikka o'rgatadi. Biz savdogar emasmiz. Hayotda yana qayta aytaman, jihodiy jamoatlar bir tinchib qolgandan keyin hijrat qilaman deyotgan joyingiz aniq tiniq bo'lib, bo'ldi kelaring, pasport beraman deyotgandan keyin borilmaydi. Hijrat qilishlik qayerda bir kun bo'lsa ham, 10 kun bo'lsa ham diningizga amal qila olishlikka bir joyda topdingizmi, borib amal qilasiz. Agar u yerda fasod bo'ladigan bo'lsa, yana jilasiz. Jilib shu umringizni o'tkazasiz. Ya'ni biz yana qayta aytamiz, savdogar kishilarga o'xshab qolmaslik kerak. Odamlar ozgina yer olib imorat qilib olsam deb shuni yo'lida sabr qilishadi. Odamlar har xil narsalar yo'lida sabr qilishadi. Odamlar xorlik yo'lida ham sabr qiladi deyapti. Alloh subhanahu va taolo Robbingiz yo'lida sabr qiling dedi. Musibatlarda sabr qiling. Yetishmovchilik bo'layotgan bo'lsa sabr qiling. Bir joylarda yetishmovchilik bor, lekin diningizga bemalol amal qilayotgan bo'lsa, diningiz yo'lida shu yetishmovchilikka sabr qiling. Odamlar tushunmasdan siz tushungan bo'lsangiz, odamlarni tushunmayotganligiga va o'zingizni esa shu narsani tushunib, ammo shu amal qilishlik qiyin bo'layotgan bo'lsa, buni yo'lda ham sabr qiling. Hech bir qachon odamlar ham sizni og'zingizdan chiqqan gapni din deb olib, keyinchilik ham tinchlik deyotgan narsa bu payg'ambar alayhisalom davrida ham bo'lgan yo'q. Payg'ambar alayhisalom 13 yil suiqasd bo'larmikin, namoz o'qiyotgan bo'lsa, yana kimiz kelib ustimga bir tuyani bir ichidagi bir ichaq-chavoqlarni boshim tashlab ketarligida 13 yil shunda bir qo'rquvda yashadi. Madinaga borgandan keyin ham tinch bo'lmadi. Ya'ni doim bu yo'l shunday mashaqqatlar bilan, xavf bilan to'ladir. Sahobalarni tanishlikka Qori Kabirda bir jumlalar yozibdiki, agar musulmon odamni qalbi tirik bo'lsa, shulardan biroz bir foyda oladi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Makka da 10 yil yashagandan keyin, Me'roj kechasida o'zini huzuriga olib chiqqandan keyin shu yerda yaxshi bir joyni, hijrat qiladigan bir o'rinni ko'rsatdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga sekin shu hijrat qilishlikni buyurdi. Payg'ambarlikda 13 yilda o'zlari ham hijrat qildi. Undan oldin esa sahobalarni Madinaga, Habashiston joylariga hijrat qilishlikka buyurdi. Sahobalarni hech qaysinisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ajrashlikka rozi emas edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan voz kechib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir halokatga yolg'iz holatda tashlab, o'zlari shu hijrat qilib ketishlikka ham xohlashmas edi. Ya'ni bugungi kundagi da'vatlarni ko'rsangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jasadiga oshiq odamlar. Bular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bular ham tashlab ketishga kelmadi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilinglar dedi. Jasadidan ko'ra buyrug'iga, Alloh va Rasulining buyrug'iga ko'proq itoat qildi. Bugungi da'vatlarda hammasini ko'ring, shuni teskarisi. Mushrik bo'lsak ham, kofir bo'lsak ham, mana shu turoramiz deyotgan narsa bilan da'vatlar almashib qoldi. Payg'ambar alayhisalom bir yetimni ustiga chiqarib olgan ekan. Shu yetim Rasulullohni tuya qilib mingan ekan. Rasululloh af deganda Jibril alayhisalom, "Ey ya Rasululloh, 2 marta af dedingiz, 3 marta, 3-chi marta af demang. Alloh taolo yerni shunday bir
teskari qilib to'ntarib qo'yayotgan desa, shu majlisda qarasangiz hamma odam yig'layotgan bo'ladi. Shu odamlar majlisdan tarqab ketgandan keyin yarimi kashandalik bilan, yarimi bedanavozlik bilan ketaveradi. Rasulullohning jasadiga muhabbat ularda. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedi ekan? Shu yetimni ustiga chiqarib olgan bo'lsa, shu majlisdan turib borib, hech bo'lmasa bitta yetimni uydan bir xabar olayotgan narsa yo'q. Buyrug'iga emas, yana qayta aytamiz, jasadiga muhabbatli bo'lib qolgan odamlar. Rasulullohni bitta ko'rsam, Rasulullohni bitta ko'rsangiz Abu Jahl birga yashagan. Abu Talib 40 yil yurdi. Jannatga kirib qoldimi? Yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ham amakisi, ham qo'shnisi bo'lgan Abu Jahl. Bu Makka mushriklari Rasululloh bilan 53 yil birga yurdi. Har kuni ko'rardi. Musulmon bo'lib qoldimi? Masalan, aksar yo'q. Rasulullohning jasadida hech bir narsa yo'q. To'g'ri, biz u kishini ko'rishlikka oshiqmiz. Lekin u kishini olib kelgan narsasidan foyda keladigan bo'lsa, foyda hozir ham bor. Ya'ni Madinaga buyruq bo'lgan paytda jasadlaridan ham afzal ko'rishib, buyrug'iga itoat qilib, shu buyruqni olib hijrat qilishdi. Bo'lmasam, u kishini ular ham tashlab ketishmasdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hijrat uyida, ya'ni Madinadagi uyda 10 yildan ko'proq yoki 10 yil turdilar. Keyin Alloh subhanahu va taoloning huzuriga ketdi. Dinlari boqiy qoldi. Dunyoda qaysi yaxshi amal bo'lsa, Payg'ambar vasallam shunga buyurdi. Millatlarni shu yaxshilikka yo'lladi. Qaysi yomonlik bo'lsa, millatni shundan ogohlantirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odamlarni ikkita millatga bo'ldi. Ya'ni ikkita toifaga. Kim islomni qabul qilib, e'tiqod qilib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'lini tutgan bo'lsa, agarchi uni rangi, qoni boshqacha bo'lsa ham, rangi qoni qora bo'lsa ham, bu millatdan, ya'ni islom millatidan deb aytdi. Ammo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'liga ergashmagan bo'lsa, menman degan aslzodalar, Abu Jahllar aytardi, Abu Jahl. Men shu ikkita tog'ning o'rtasida eng yordamchisi ko'pman derdi. Aslzoda bo'ladimi, boy bo'ladimi, podshoh bo'ladimi, agar shu Payg'ambar vasallam olib kelgan yo'liga ergashmagan bo'lsa, u do'zaxga kiradi deb xabar berdi. Agar u arab bo'lsa ham. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan dini islomni komil qildi. Endi biror narsani qo'shlikka hojat qolmadi. Bir kishi yaxshi niyat bilan dini islomga bir narsani qo'shlik bilan olib tashlashlikda ikoni farqi yo'q. Alloh subhanahu va taolo Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Bugun dinni sizlarga komil qilib berdim. Ne'matlarda tamom yetkazdim va islomni din bo'lishiga sizlarga rozi bo'ldim dedi. Endi shu kundan boshlab bir odam dinga bir narsani qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu joyda Alloh bilan Rasuli mana bu narsani esidan chiqarib qo'yibdi yoki mana bu narsaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xiyonat qilgan ekan. Shuning uchun biz mana bu narsani qo'shligimiz kerak deyotgan narsadan boshqa narsa emas deyapti. Ya'ni hojat yo'qki, bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsaga birorta bir narsani qo'shib, shuni din qilib, shunga bir ajr bo'ladi yoki gunoh bo'ladi deb qo'shlikka hech ham bir hojat yo'q. Alloh subhanahu va taolo shu Payg'ambar vasallam olib kelgan va tushuntirgan dindan rozi bo'ldi. Sahobalar shunga ergashdi, qalbida shunga bir xotirjamlik topdi va ular najot topadigan bir kishilar bo'ldi. Xo'p, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sekin yurganga o'xshab yursalar ham, ammo xuddi bir tepalikdan tushib kelayotgan odamday salobat bilan yurardilar. Ya'ni yurishligingiz qanday bo'ladi deyotgan bo'lsa, hozir bir odam o'ylanib ko'chalarga chiqqanda, qayerda bir 3-4 ta odam to'planib turgan bo'lsa, har bitta majlisga qarab yoki bir odamlarda shu mashina bo'ladigan bo'lsa, shu mashina bilan aylanib bekordan-bekor yuraveradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sekin yurganga o'xshardi, ammo tepalikdan tushib kelayotgan odam qanaqa salobat bilan yuradigan bo'lsa, xuddi shunday yurardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir ergashayotgan odam, xo'p, mana qadamda ergashyapman deyotgan odam ko'chaga chiqib hech narsa qilmasdan yurganmi Rasululloh? Uydan bekordan-bekor chiqib ketganmi? Yo'q, chiqib ketmagan. Agar ko'chada bir zarur ishlari bo'ladigan bo'lsa, chiqib shu hojatini bir ishini qilardi. Dunyo ishi bo'lsin yoki bir da'vat ishi bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kemaga chiqib olib bir shu dengizga yaqin bo'lmasa, Makka ham yaqin, shu Habashistonga shu dengiz orqali ketishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kemalarga chiqib sayohat qildimi? Yo'q, qilgan yo'q. Nima uchun? Ya'ni u kishi uydan chiqayotganda aniq bir topshirma yoki bir vazifa bilan chiqardi o'zlariga. Ya'ni bir Alloh taolo topshirma qilgan bir topshiriq bilan. Shuning uchun musulmon odam ham hayotda Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, men nafratlanaman bir odamdan, agar uni ustiga quyosh chiqsa va quyosh botsaki, shu kunida dunyosi uchun ham,
oxirat uchun ham hech bir amal qilmasdan kunni o'tkazgan odamdan nafratlanaman dedi. Yoki shu kunimdan agar men shunday qilsam, men nafratlanaman dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yurishligi, ya'ni sayr qilishligi aniq bir vazifa bilan chiqdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rinishlarini o'rganishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rinishlari haqida musulmonlar o'zaro bahs qilishlik kerak deb, ya'ni farzandlarga o'rgatishlik. Qaysi amallarda buyurgan, qaysi amallar sahih, qaysi amallarni o'z holatiga tashlab qo'ygan. Misoldan aytsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sochlari bo'lgan, lekin soch qo'yishlikka buyurmagan. Shuni bitta odam qilayotgan bo'lsa, nima bo'ladi? Soch qo'yayotgan bo'lsa, sunnat bo'ladimi, mustahab bo'ladimi? Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shaklidagi sunnatga ergashgan bo'ladimi? Albatta bu narsa sunnati muakkad deb ayta olmaysiz. Mustahab yoki shaklidagi Rasulullohning shaklidagi soch qo'yishlik shunga aytiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam soqolli bo'lgan va soqol qo'yishlikka buyurgan va orqasidan soqol qo'ymaslikni holatini ham aytdi. Soqolni qo'yib yuboringlar va majusiylarga o'xshamanglar dedi. Yoki majusiylarga xalof qilinglar dedi. Mo'ylovlarni qisqartirishga buyurgan. Shularni bir olishlik. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir narsani qilib agar buyurmagan bo'lsa, biz uni Rasulullohni o'zini shaklidagi amal deb bilishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Utitu ulumul awwalin val akhirin." Avvalgilar va oxirgilarning ilmi menga berildi dedi. Ala inni va utitul Qur'an va mislahu ma'a. Menga Qur'on va Qur'onchalik ilm berildi dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga avvalgilar va oxirgilarning ilmi berildi deyotganda, din borib Payg'ambar vasallam o'tganligiga 1,5 ming yil, 2 ming yil bo'lgandan keyin bir odam aytishi mumkin endi bugun din to'g'ri kelmay qoldi, sunnat to'g'ri kelmay qoldi deyotgan bo'lsa, Rasululloh aytibdilarki, avvalgilarda va oxirgilarda ilmi berildi. Har bitta inson Rasulullohga ergashishligi va shu kunda ham Rasulullohni mana shu kunlar kelishligini ummatimdan shunday bir kunlar keladiki, men varoikum ayyamus sabr dedi. Ularda orqalarida bir sabr kunlar keladi. U kunda bitta odam meni sunnatimga amal qiladigan bo'lsa, sahobalarga aytdiki, sizlardan 50 taylarda ajrini oladi dedi. Nimaga? Fitnalar ko'pligidan, Rasulullohning o'zi yo'qligidan, faqat u kishining xabarlari qolganligidan bu yo'lga ergashadigan oz bo'lganligi va iymoni baquvvat bo'lgan kishilargina ergashligi uchun aytdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, menga avvalgilarda va oxirgilarda ilmi berildi. Menga Qur'on berildi va Qur'onchalik ilm berildi deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olim edi. Shu olim bo'lishligi bilan birga obid, ya'ni ibodat qiluvchi ham kishi edi. Ya'ni ba'zi bir odamlar borki, ibodat qiladi obidi, lekin olim emas. Ba'zi bir olimlar bor, oz ibodat qiladi. Men da'vat qilishim kerak, dars qilishim kerak deyiladi-da, roza bo'lgan yoki tahajjud bo'lgan boshqa bir jihad maydonlarida qilmaydi. Rasululloh ham olim edi, ham obid edi. Ya'ni ibodatda u kishiga hech bir kishi teng kelmas edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror kun kechasida tahajjudni qoldirmadi. Alloh taolo aqimis solata liduluki shamsi ila ghasaqil layl va Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda va minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka robbuka maqaman mahmuda. Mana bu oyat Isro surasini 78-79-oyatda kechalarida tahajjud namozi o'qing. Bu sizga qo'shimcha bir namozdir. Shu nafil namozlar tufayli siz qiyomat kuni mahtalgan bir o'rinda tirilishiga sabab bo'ladi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tahajjud o'qiganda ruku va sajdalardagi miqdori Baqara surasini o'qishlik miqdoricha bo'ladi. O'rtacha hozirgi kunda bitta odam Baqara surasini o'qiyman desa, tezroq o'qiydigan qorilar 30 minutda, o'rtacha o'qigan qorilar 45 minutda o'qiydi. Bitta ruku qilishlikda 45 minut, 40 minut turishlikni o'ylayapsizmi? Yarim soat ruku qilishlik yoki sajda qilishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning peshonalarida qora dog' bo'lmagan. Masalan, bitta odam ba'zilar namoz o'qiydi-da, peshonasida dog' bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam paytida ham sahobalar bor edi, peshonasida shunday ko'p sajda qilavergandan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, jannat ahlidan tirik yurgan bir odamni ko'rmoqchi bo'lsalar, hozir eshigidan bir kirib keladi, shunga qarasin deganda bir odam kirdi-da, peshonasi shu tuyani tizzasiga o'xshab ketgan edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuncha ko'p sajda qilsa ham peshonalari nima bo'lmadi? Qoraytirib olmadilar. Ammo juda ham ko'p ruku sajda qilardi. Har kuni tahajjud o'qirdilar. Sahobalardan birisi aytadiki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uylariga kechqurunda keldim. Namozda turibdilar. Qarasam go'yoki qozon qaynayotganday tovush ichlaridan chiqib turardi. Yig'i bilan shunday bir qiroat qilayotgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p aytib berdik. Shu bir oyatni Oysha onamiz aytadiki,
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ertamangacha mana shu bitta oyatni qaytardi. Hatto Bilal radhiyallohu anhu ham kelganda ham shu oyatni o'qib turgan edi. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Shu oyatni o'qiganda xuddi ichidan bir qozon qaynaganda odam o'zi yig'i bilan qiroat qiladigan bo'lsa, o'zi odam hiqillab qoladi. Parvardigor, agar ularni azoblasang, o'zingni bandalaringdir. Agar ularni kechirib oladigan bo'lsang, sen aziz hakim bo'lgan zotsan deb shu oyatni o'qib sahargacha shunday oyatni o'qidi. Ya'ni sahoba kelib shuni aytayapti ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam roza tutardilar va ro'zalari o'tkarma ro'zalari tutardi. Ya'ni 3 kun, 4 kun saharlik qilmasdan roza tutardilar. Sahobalar ergashmoqchi bo'lgan paytda qaytardi. Ya Rasululloh, siz ham tutasiz-ku shunday saharlik qilmay deganda Alloh subhanahu va taolo meni rislantirib turadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uxlab qolardi, ho'rra yotardi, ammo tahorat qilmasdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uxlab qoldingiz deganda, mening ko'zim uyquga ketadi, lekin qalbim uyquga ketmaydi dedi. Shuning uchun ba'zi bir odam aytish mumkinki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham uxlab ho'rrak tortgan ekan. Men ham uxlab ho'rrak tortgan bo'lsam, uyqunom nimani buzmaydi, tahoratni buzmaydi. Tahorat qilmayman deyish mumkin. To'g'ri, uxlab qolishlik tahoratni buzmaydi uyqu. Lekin uxlab qolgan odam biz Rasululloh emasmizki, qalbimiz uyg'oq bo'lib, yel chiqib ketgan bo'lsa, buni bilib qoladigan darajada biz Rasulullohning mavqifida emasmiz. Shuning uchun bu sunnatlarda va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'ziga berilgan narsalarda ajratib olishlik kerak. Mana shu saharlik qilmasdan 3 kun, 4 kun roza tutayotgan kishini jismoniy taraflama qaraydigan bo'lsangiz, ancha egilib qoladi boshqa bir odam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday roza tutishlik bilan jismoniy taraflama bir zaif bo'lib qolmadi. Ya'ni baquvvat kishiydi. Handaq g'azotida shu handaq chuqurligi 7 metr, chuqurligi 4 metr, eniga esa 7 metrlik chuqur kavlayotganda bir tosh chiqib qoldi. Sahobalar o'zlari ko'tara olmaganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni borib ko'tarib olib qo'ydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma taraflama bir komil bir kishi bo'ldi. Ham olim, ham obid. Kofirlarga bir shiddatli, mo'minlarga bir hokisor, yaxshi bir ota, yaxshi bir er. Nabiralari bor, nabiralarini ham o'rnatardi, haqqiga duo qilardi. Yaxshi bir ustoz, Anas ibn Malikdek kishilarga hadis aytib beruvchi va qiyomatgacha, yana qayta aytamiz, qiyomatgacha keladigan ummatlarga ham dasturlar aytib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni qo'y so'ydilar. Ikkita qo'y so'ydi. Bittasini aytdilarki, mana bu Muhammad va uni oilasidan dedi. Ikkinchi qo'y esa qiyomatgacha kelib, meni ummatimdan shu qurbonlik qila olmaydigan kishilarni nomidan deb qurbonlik ham qildi. Mana shunday kishini tanishlik, ya'ni bu birinchi qismi ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shaxsiyatlarini tanishlik. Ertaga inshaalloh sunnatlari va amaliy ishlarni o'rganishlik haqida o'tamiz ekan. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa va anta astag'firuka